Bu videoda siz O'zbekistondan Polshaga talaba bo'lib kelish bo'yicha qilgan 4 soatlik kursimni ikkinchi modulini ko'rasiz. O'zi to'liq kurs 7 ta moduldan iborat. Birinchi modulni allaqachon YouTube kanalimga qo'yib olganman. Agar ko'rmagan bo'lsangiz, o'tib ko'rishingizni maslahat beraman, chunki har bitta moduldan keyin qilishingiz kerak bo'lgan ishlar bor. Misol uchun, birinchi moduldan keyin qilishingiz kerak bo'lgan tushuntirgan narsalarimni qilishingiz kerak. Hozir bu ikkinchi modul, mana ikkinchi modul davomida sizga narsalarni tushuntiraman. O'shalarni qilishingiz kerak bo'ladi, keyin uchinchi modulga o'tishingiz kerak bo'ladi. Aytganimdek, hammasi step by step, qadamma-qadam qilingan. Ketma-ketlikda bosqichma-bosqich chiqishingiz kerak bo'ladi. Hozir ikkinchi moduldan keyin 5-modulda yoki 6-modulni ko'radigan bo'lsangiz, ozgina tushunmovchilik bo'ladi. Shuning uchun boshdan oxirigacha ko'rishingiz kerak bo'ladi. Siz o'zi umuman mana shu 7 ta kursni ko'rish orqali Polshaga hech qanaqa konsaltingsiz yoki agentsiyasiz kelishni o'rganasiz va viza olish ehtimolini 95% ga oshirasiz. Chunki 95% talabalar konsalting bilan, agensiya bilan ishlaydi, qolgan 5% talabalar menga o'xshab o'zi harakat qilib Polshaga keladi va sizga o'xshab, xudo xolasa, Polshaga keladi va top universitetlarga o'qishga kiradi. O'zi meni bilasizmi yo'qmi? YouTube'da ham video qilganman. To'liq jarayonni Polshaga o'qishga kirishga va Polshaga kelishimgacha bo'lgan hamma jarayonni vlog shaklida chiqazganman. Agar ko'rmagan bo'lsangiz, o'sha videoni ham o'tib ko'rishingizni maslahat beraman. Chunki aytganimdek, menga Polshaga kelishimga hech qanaqa konsalting yoki agensiya yordam bermagan va men o'qiydigan universitet University of Warsaw. Bu Polshadagi birinchi o'rinda turadigan universitet va top 100 taliga kirgan, Yevropada top 100 taliga kirgan universitet. Aytganimdek, siz bu kursni ko'rish orqali faqat Polsha universitetlariga o'qishga kirish va Polshaga kelish emas, balki top universitetlariga ham kirishni o'rgataman, ya'ni o'rganasiz. Tushunasizmi? O'shaning uchun o'zingizga vaqt ajrating, 4 soat va 7 ta modulni boshdan oxirigacha ko'ring. Xudo xolisa foydali bo'ladi. Aytganimdek, bu videoda hozir ikkinchi modulni ko'rasiz, 3-modulni keyingi videoda ko'rasiz, undan keyingi videoda 4-modulni ko'rasiz. Xullas hammasini har kuni bitta modulda, yangi modulni qo'yib boraman. O'zi agar siz rostdan ham Polshaga kelishni reja qilayotgan bo'lsangiz, Telegram kanalimda alohida gruppa linkini tashlaganman. O'zi gruppa ochganman, Polshaga kelmoqchi bo'lgan talabalarga, do'stlarimizga o'sha gruppaga qo'shilib olsangiz bo'ladi. U gruppaga qo'shilish butunlay tekin. U gruppaga qo'shilish orqali siz nimalarni o'rganasiz? Siz Polshaga kelgandan keyin ham dokument qilishingiz kerak, pesl olish kerak, bankdan bank hisobi ochishingiz kerak. Juda ham qilishingiz kerak bo'lgan yana bitta-ikkita narsalar bor. Ba'zi talabalar Polshaga kelgandan keyin ham agensiya yoki kimdirlar bilan ishlab yana xarajat qiladi. Xullas, bu joydan yana konsaltingga qanaqa pul bergan bo'lsa, Polshaga kelgandan keyin ham bu yerdagi odamlarga ham shunaqa pul beradi-da, rasxod qilib dokumentlarini to'g'irlab beradi. Va o'sha bo'yicha, o'zi umuman Polshaga kelib ish topish bo'yicha, hamma narsa bo'yicha o'sha Telegram guruhda gaplashamiz. U guruhda faqat Polshaga kelmoqchi bo'lgan talabalar emas, balkim Polshada yashayotgan, menga o'xshab universitetlarda o'qiyotgan, ishlayotgan talabalar ham bor. O'sha yerdan maslahatlar va yordam olsangiz bo'ladi. Aytganimdek, gruppaga qo'shilib butunlay tekin va o'sha gruppa linkini mana shu videoning tagidan olsangiz bo'ladi. Bo'lmasa, biz ikkinchi modulni boshladik. Assalomu alaykum do'stlar. Ikkinchi modulga xush kelibsizlar. Ikkinchi modulda sizlar bilan Polsha universitetlariga o'qishga topshirish uchun kerakli bo'ladigan hujjatlarni ko'rib chiqamiz. O'zi bu video haqida, to'g'rirog'i bu mavzu haqida YouTube kanalimga video qo'ygandim. Polsha universitetlariga o'qishga topshirish uchun kerakli hujjatlar degan. Почти o'sha anaqa bilan video bilan bir xil bo'ladi, lekin boshqacharoq qilib bu kursda ikkinchi modulda yaxshilab biroq chuqurroq tushuntirishga harakat qilaman. Shtobi anaqa qilmasligini uchun, xato qilmasdan hamma jarayonni to'liq va tekis xatosiz qilishingiz uchun. Xo'p, bu hujjatlarni, hozir aytadigan hujjatlarim hammasini universitet saytiga yuklaysiz. Misol uchun, Varshavskiy University of Warsawga IRK men bu yerda yozganman, IRK ga yuklaysiz yoki Vistula yoki Kazminskiy yoki Lazarskiy yoki University of Warsaw, Warsaw of Techno farqi yo'q. Hamma universitet saytiga mana shu aytgan narsalarimni joylaysiz. Siz o'ylab qo'yayotgan bo'lishingiz mumkin, misol Varshavskiy bilan Vistula universitetnikini yoki bilan Lazarskiy universitetni application processi har xil deb, ya'ni application jarayoni har xil deb o'ylashingiz mumkin, lekin unaqa emas.
siz universitetga topshiryapsizmi, почти bir xil bo'ladi. Ozgina to'g'ri, 100% bir-biriga o'xshamaydi. Aytadigan mashq, aytadigan narsalar ham hammasi kerak bo'ladi. Qaysi universitetga topshirishingizdan qat'iy nazar. O'shaning uchun yaxshilab detailni tushuntirishga harakat qilaman. Shu aytganimdek xato qilmasligingiz uchun. O'zi unaqa complicated, qanaqadir qiyin narsalar emas, oddiygina narsalar yig'asiz va o'sha narsalarni yig'gan dokumentlaringizni universitetda o'sha application official anaqasiga, veb-saytiga, sahifasiga joylaysiz. Birinchisi pasport. Birinchi o'rinda sizga aytganimdek xalqaro pasport kerak bo'ladi. Zagran pasportingiz, Qizil pasportingiz va pasportingizni PDF formatda skaner qildirib olasiz. Kompyuterxonaga borsangiz, print out qiladigan joylarga boradigan bo'lsangiz, o'sha yerda sizga print out qilib beradi. To'g'rirog'i PDF formatda tashlab beradi. Yoki bo'lmasam sizda agar iPhone bo'ladigan bo'lsa, agar yaxshiroq bilmadim, iPhone Xmi, bilmadim 12mi, 13mi farqi yo'q, yoki tanishingiz yoki akangiz, opangiz farqi yo'q, o'rtog'ingizniki, o'shandan ham skaner qilib olsangiz bo'ladi. Note'ga kirib, ya'ni zametkaga kirib turib, skan degan anaqasi bor. Katta ehtimol bilan bilsangiz kerak. O'sha skanni bosib, tindiq qilib olsangiz bo'ladi. Даже iPhone'larni skanerlari apparatlar print out qiladigan apparatlarnikidan yaxshi. Chunki kameralari juda ham murakkab va zo'r oladi. PDF qilib olasiz va o'sha PDF qilganingizni pasportingizni anaqasini joylaysiz. Tug'ilgan sana, rasmingiz turadi-yu, o'sha asosiy bet. Mana rasmingiz va ma'lumotlaringiz joylashgan bet. O'sha joyi PDF qilib chiqazib olasiz. O'zi umuman jarayon 95%, 98% anaqasida siz onlayn bo'ladi. Siz qog'oz-mog'oz ko'tarib yurmaysiz hammasini. Universitetga email jo'natasiz. PDF formatda, hamma narsa PDF formatda tindiq qilib skaner qilib olsangiz, o'zingizga kerak bo'ladi. Kelajakda ham, hayotda ham har doim foydali bo'ladi. Hech zarar qilmaydigan narsa. Keyingisi pasport anaqangizni, Zagran pasportingizni muddati 6 oydan kam bo'lmasligi kerak. Misol uchun, so'rovga 6 oy davomida amal qilish kerak. 6 oygacha bo'lishi kerak. Agar 6 oy, 5 oydan keyin yoki 4 oydan keyin yoki 3 oydan keyin muddati tugab qoladigan bo'lsa, unda ta'sir qiladi. Vizaga kirganingizda ham, elchixonaga kirganingizda ham ta'sir qiladi, universitetga topshirganingizda ham ta'sir qiladi. Katta ehtimol bilan ko'pchilikda Zagran pasporti даже 1 yil plus bo'lsa kerak so'rovga tugashiga, chunki ko'pchiliklar maktab bitirib bakalavrga topshiradi, даже magistraturaga topshiradigan bo'lsangiz ham katta ehtimol bilan Zagran pasportingizni muddati 6 oydan ko'p bo'ladi. Bu informatsiya sifatida kamchiliksiz, xatosiz mana shu narsani hisobga olishingizni xohlayman. Ertaga bosh og'riq bo'lmasligi uchun. Bu pasportsiz, Zagran pasportsiz siz universitetda anaqasidan, ro'yxatdan o'ta olmaysiz. Jarayonda sizga pasportingiz kerak bo'ladi. Universitet topshirasiz-ku, pasportsiz sizni qabul qilmaydi. Anaqaga ham xuddi shunaqa. Elchixonaga kirganingizda pasportingiz по-любому kerak bo'ladi. Ikkinchi narsa attestat, diplom, kollejdan yoki universitetdan olgan diplomingiz bo'ladigan bo'lsa, misol uchun magistraturaga keladigan bo'lsangiz, ularni baholarini olasiz. Diplomingizni, uni ham aytganimdek PDF formatda skaner qilib tindiq qilib olasiz hamma hujjatlaringizni. Agar bakalavr bitirgan bo'ladigan bo'lsangiz, attestatingizni skaner qilib olasiz va transkript, ya'ni bahola bor page bor-u, fizika, informatika, matematika o'shalarni transkripti o'zi shahodatnomada 2007 emas, bilmadim, 2004-yil bolalardan boshlab boshlandi menimcha. Men 2005-yilman, bizda уже elektronniy shahodatnomangiz elektronniy. Hech qanaqa muammo yo'q. Bu o'ta original yoki Xitoy degan narsa bu. Original, adashib ketdim. Original Xitoy emas, to'g'rirog'i original bilan copy. Original bilan kopiya degan narsa bo'lmaydi, chunki aytganimdek PDF formatda beradi. Siz maktabingiz sizga shahodatnomangizni PDF formatda beradi. O'shani chiqazdirib olasiz rangli qilib yoki rangsiz qilsangiz ham bo'ladi. Men rangli qilganman. Rangli qilganingiz yaxshiroq. Shunaqa
universitetda anaqalarida o'zi shundoq bakalavr bitirgan bo'lsangiz baholaringiz anaqasi bo'ladi o'zi alohida peji. Litseyni bitirgan bo'lsangiz ham litseyingizda ham xuddi shunaqa bo'ladi. Transkript mana bu yerda aytganimdek hamma baholar varaqasidagi barcha baholaringiz ko'rinishi shart. Qo'shimcha talablar apostil va attestat va diplom baholaringizni tarjima qildirasiz. Ingliz tili yoki polak tiliga notarial tasdiqlagan bo'lishi shart. Polak tiliga tarjima qilganingizni ma'qulroq, yaxshiroq. Mana shuni tagiga chizib qo'ying. Polak tiliga qildirganingiz yaxshiroq, chunki polaklar ingliz tilini polak tilichalik tushunmaydi. Misol uchun siz rus tilini o'zbekchalik tushunganingizdek tushuna olmaysiz yoki ingliz tilini o'zbekchalik tushunganingizdek tushuna olmaysiz. Qancha aqlli ingliz tilini yoki rus tilini zo'r bilsangiz ham, to'g'rimi? Chunki ona tilimiz bizani o'zbek va polaklarning ham ona tilisi o'zbek, polaklarning ham ona tilisi polak. O'shaning uchun polakchani yaxshiroq tushunadi. Lekin yengillik bor. Bu narsa haqida birinchi modulda ham aytgandim. Navaga topshiradigan bo'lsangiz, Nava bu o'zi umuman recognition Nava sizni diplomingizni yoki attestatingizni tan olish uchun bo'ladigan jarayon. Ya'ni siz Navaga yuklaysiz, Nava qachon tasdiqlasa haqiqat degan bo'lsa, o'sha payti siz diplomingiz Polshada rostdan ham nima desam ishlaydi. Tushunasizmi? Tan oladi Polsha. O'shaning uchun Navaga kerak bo'ladi. O'zi Navaga hozir joylayotgan paytingizda siz apostil va tarjima qildirishingiz shart emas agar shahodatnomangizni. Chunki o'zi maktab shahodatnomasida angliskiy va rus tilida ham anaqa bo'ladi-yu. Rus tilida o'zbek tilida baholaringiz. O'shaning uchun siz anaqa qilishingiz shart emas. Yangi qonunga ko'ra. Uni Nava recognition modulida kengroq tushuntiraman. O'shaning uchun u payti sizga kerak bo'ladi. Lekin sizga tarjima va apostil kerak bo'ladi. Ba'zi universitetlar so'ramaydi, lekin men o'zimni universitetimni so'radim. Magdalena bilan gaplashdim. Magdalena bu universitetimizning, fakultetimizning koordinatori. U yerda siz anaqaga shu klientlaringga sizlarni klient deb anaqa qilyapti. Klientlaringga kerak bo'ladi dedi apostil va tarjima. Chunki universitet saytiga sizdan so'rashadi. Apostil va tarjima qilinganini anaqasiga universitetda saytiga yukladi. O'sha paytda yuklashingiz kerak bo'ladi. Endi uchinchi narsa u 3,5 ga 4,5 formatda, oq formatda rasm olasiz. Bu rasm ham Schengen vizaga imini bog'liq bo'ladi. Oddiy 3,5 ga 4,5 ga tushadigan rasmlaringiz bilan bir xil bo'lmaydi. Chunki qog'ozda ham farqi bo'ladi va rasmga tushganingizda qo'lingizda olgan paytingiz qanaqadir motivliroq bo'ladi. O'zi bu rasmni anaqa qilasiz. Mana aytganimdek hamma joyda olmaydi. Chet el Schengen vizasi deb ko'rsatsangiz o'zlari biladi va o'sha rasmni ham PDF formatda olasiz. Ham qo'lingizga chiqazib olasiz, ham PDF formatda olasiz. Qo'lingizga chiqazib olganingizda где-то 6 tami chiqazib beradi. 4 ta ham qilmaydi. Soqa qilish uchun ular ham 6 tami, 8 tami limit qilib qo'ygan. 4 tadan yoki 6 tadan kam sizga print out qilib bermaydi. Oladigan bo'lsangiz 8 ta ol deydi. Print out qiladigan joylar, kompyuterxonalar. Zarar qilmaydi. O'shani olasiz, 6 tami, 8 tami. Keyin u chiqazib olganingizni siz anaqaga berasiz, elchixonaga berasiz. PDF formatini universitetingizni saytiga yuklaysiz. Tirnab oladi-da o'shanda PDF formatda tashlab bergan paytda. Keyingi narsa motivation letter. Agar universitet talab qilsa, ko'p universitetlar talab qilmaydi. Katta ehtimol bilan sizni motivation kerak bo'lmaydi, chunki University of Warsaw yoki boshqa universitetlarda ham ko'p universitetlarga kerak bo'lmaydi. O'shaning uchun bu narsa unchalik muhim emas, lekin agar talab qilib qoladigan bo'lsa ham bu narsani ham hisobga olib qo'yishinglar kerak. Xabardor bo'lishinglar kerak. Shu motivation letter so'raganda siz motivation letter yozib berishingiz kerak bo'ladi. Ko'p aytganimdek bu yerda ko'p Polsha universitetlari so'ramaydi. Misol uchun University of Warsaw so'ramaydi. Asosan magistratura uchun so'rashi mumkin. Shunda ham kamdan kam universitetlar so'raydi. Keyingi narsa til sertifikati. Bu juda ham muhim narsa.
IELTS bo'lsa yoki TOEFL yoki Duolingo yoki Cambridge testingiz bo'ladigan bo'lsa, ular juda ham kerak bo'ladi. Polsha universitetlariga IELTS tilsiz sertifikatsiz ham universitetga kirsa bo'ladi. Ba'zi universitetlarga uni ozgina research qilish kerak. Men anaqada ham Google Sheetga yana qo'shib qo'yaman. Men agar qaysi universitetlar til sertifikatsiz qabul qilishlarini yengillasa bo'ladi, Google'ga yana qo'shaman. Birinchi modulda ko'rsatgandim. Agar ko'rgan bo'lsangiz, o'sha yerga alohida yana til sertifikatsiz qabul qiladigan universitetlarni ham qo'shib qo'yaman. Lekin til sertifikatingiz bo'lsa yaxshi. Til sertifikatsiz o'qishga topshiradigan bo'lsangiz, baribir imtihondan o'tasiz, speaking bo'ladi, intervyu bo'ladi. Intervyudan o'ta oladigan bo'lsangiz, sizni xo'p qabul qiladi. Agar intervyudan o'ta olmaydigan bo'lsangiz, levelingizni B1 yoki B2 darajada ko'rsatib bera olmaydigan bo'lsangiz, ular sizni o'qishga qabul qilmaydi, sizni reject qiladi. Posolstvo elchixona reject qilishidan oldin siz universitetdan reject bo'lib ketadi. Shuning uchun shuncha qilgan harakatlaringiz bekorga vaqtingiz ketgan bo'ladi. Shuning uchun til sertifikati bo'lsa, o'zingizga qulay va siz xavfsizroq bo'lasiz. O'zi til sertifikatsiz ham Polshaga bu narsa qiladigan bo'lsa, ma'no yo'q. Shuning uchun til sertifikatingiz bo'lsa yaxshi, hech bo'lmasa IELTS 5.5. Ozgina o'qib harakat qilsangiz, 5.5 olish juda ham oson, to'g'risi. Odam qilgan ishni odam qiladi. Misol men 6 olganman. Lekin men levelimni 6 deb bilmayman. Har doim 7+man deb o'zimga o'zim anaqa qilaman. Chunki IELTS sizni original real knowledge'ingizni ko'rsatib bera olmaydi. Sizni qaysidir particular qismlaringizni ko'rsatib beradi. Listening, reading, writing, speaking shularni ko'rsatib beradi. Okey. Bu shunaqa, hayot shunaqa. Sizga IELTS kerak universitetiga kirishingiz uchun. O'shaning uchun IELTS o'qishingiz kerak, ingliz tilini bilishingiz kerak. O'zi даже IELTS sertifikatingiz bo'lsa ham ichki imtihon bo'ladi ba'zi universitetlarda. Misol uchun, meni universitetimda, University of Warsawda meni IELTSim 6 bo'lgan. 6 bo'lishiga qaramasdan meni imtihon bo'lgan. U imtihon prosta intervyu bo'lmagan. U meni prosta basic knowledge'imni aniqlash uchun bo'lgan. Imtihondan o'tganman, 20 ta savol bergan, yarim soat vaqt bergan adashmasam. Ekonomika, biznes haqida, chunki meni yo'nalishim business and management. O'sha haqida savollar bo'lgan. ROI, return on investment, tushunasizmi? Supply, demand, oddiy basic narsalarni so'raydi. O'sha imtihondan o'tishingiz kerak bo'ladi. O'sha imtihondan o'tib, keyin men universitetga qabul qilinganman. Boshqa universitetlarda ham shunaqa bo'lishi mumkin. Ichki imtihonlari bo'lishi mumkin. Ichki imtihonlar ham aytganimdek basic bo'ladi. Sizni unaqa qiynamaydi. Chunki siz maktabni endi bitirgansiz, sizga kompleks savollar yoki narsalarni so'ramaydi. O'shaning uchun bu narsa easy, take it easy. You're gonna make it, okay? Vashi unga ham agar anaqa qilsa, qiynaladigan bo'lsangiz, men o'zim yordam berib olaman. Eslatma, University of Warsaw Duolingo qabul qilmaydi. Duolingoni o'zi ko'p universitetlar tan olmaydi. O'shaning uchun eng zo'ri IELTS deb bilaman. Eng zo'ri IELTS. Amerikada o'qimoqchi bo'lsangiz ham, boshqa Italiyada o'qimoqchi bo'lsangiz ham, qaysi davlatda o'qishni reja qilayotgan bo'lsangiz ham, IELTS optimal varianti eng zo'ri IELTS. IELTS bo'lsang bo'ldi. IELTS bo'lmasa, ingliz tilini o'rganayotgan bo'lsangiz, tezroq harakat qilib, fokusni bitta joyga qo'yib, tezroq harakat qiling. 5.5 qilsa 6 oling, onasini emsing, keling Polshaga, hayotingizni o'zgartiring, bo'ldi. Kutib, anaqa qilish fashi foydasi yo'q. Tez harakat qilish kerak. Okey, keyingi narsa, qaysi universitet qanaqa til sertifikatlarini qabul qilishini birinchi modulda ko'rasiz. Ya'ni ko'rsatganman boyagi modulda. Universitetlarning sayti orqali qonun qoidalari bilan tanishib chiqasiz, tekshirasiz. Misol uchun aytganimdek, Varshavskiy hozir 2026-yilda 5.5 qabul qilyapti. IELTS minimum 2025-yilda 6 qabul qilgandi, tushunasizmi? Anaqali yengilliklar o'zgarib turadi. O'shaning uchun har doim tekshirishingizni maslahat beraman. Shu aniqlik kiritib olasiz va o'sha anaqasida ketasiz. Shu bilasiz, rostdan ham ko'nglingizni xotirjam qilib, mana shu anaqada topshirasiz. Даже hattoki bir xil yo'nalishlar
universitet mayli, universitetingizni yo'nalishiga ham bog'liq. Tushunasizmi? Misol qaysi yo'nalish IT o'qimoqchimisiz, sizga 6+ kerak bo'ladi. Misol uchun Varshavskiy universitetda ekonomika o'qimoqchi bo'lsangiz 5,5 kerak bo'ladi. Biznes o'rganmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz 6,5 kerak bo'ladi. Tushunasizmi? Даже fakultetga ham qaraydi sizni angliskiy levelni bilishingizni talab qilishi. O'shaning uchun o'sha narsalarni ham tekshirib olishingiz bu narsa vasha zo'r bo'ladi o'zingizga. Siz o'zingizni xavfsiz zonaga qo'yasiz. Chunki qayerda nima qilishni bilasiz, muammosiz hal qilasiz. Oxirgi narsa bu application fee. Shu universitetni saytiga ro'yxatdan o'tayotganingizda ko'p universitetlar tekin emas. Ularni feesi bo'ladi, application fee. Chunki siz narsalaringizni ular consider qilib hisobga olib ko'rib chiqish kerak bo'ladi dokumentlaringizni hammasini. O'shaning uchun fee bo'ladi. O'sha to'laysiz где-то bilmadim necha dollar bo'ladi. Unaqa $100 bo'ladi maksimum atrofida. Universitetga ham u narsa bog'liq. Bir xil universitetda qimmatroq, bir xil universitetda arzonroq bo'ladi. Misol uchun men IRKga, ya'ni Varshavskiyga adashmasam 80 zlot to'laganmidim, shunaqa atrofida. 80 zlotcha to'lagandim. Bu 80 zlot bo'ladi. Bilmadim necha pul bo'ladi? $20 bo'ladimi? Qancha bo'ladi? O'sha atrofida bo'ladi. Mana ham yozgan ekanman, ro'yxatdan o'tish odatda 85 PLN, ya'ni 85 zlot yoki 20 yevro atrofida. Bu IRKniki. Aytganimdek, narxlar universitetingizga qarab o'zgaradi. Tasdiqlaydigan screenshot anaqa to'laganingizdan keyin yuklab oling degan narsa bo'ladi. Bankdan yuklab olasiz. Mana shu soatda mana shunaqa ism familiyali bola o'tkazdi degan screenshot yoki PDF formatini yana anaqaga universitetingizda veb-saytiga application qilayotgan, ya'ni dokumentlaringizni qo'yayotgan joyingizda so'raydi o'zi. O'sha yerga attach qilasizda, attach qilib yuborasiz. Rostdan ham mana shu vaqtda to'landi degan narsa. U to'lamaydigan bo'lsa, sizni dokumentlaringiz ko'rib chiqilmaydi aytganimdek, hisobga olishmaydi, consider qilishmaydi va shuncha qilgan mehnatingiz kuyib ketishi mumkin. Shuncha qilgan vaqtingiz, energiyangiz. O'shaning uchun application to'lashingiz shart bo'ladi va sizga 2 kundan keyin, 3 kundan keyinmi ko'rib chiqildi degan narsa sizni anaqangizda statusingizda o'zgaradi. Misol uchun anaqa bo'lib turadi. Misol uchun pending bo'lib turadi, kutib turilgan narsa bo'ladi. Yoki bo'lmasam on the process, ya'ni jarayonda deb turadi. Status qualified deydi. Agar siz qualified bo'ladigan bo'lsangiz, ya'ni bilmadim o'zbekchada nomini tarjima qila olmayman. Agar siz qualified bo'lsangiz, you are qualified bo'ladi. Agar unqualified bo'ladigan bo'lsa, siz unqualified bo'lasiz. Ya'ni legit emassiz. Legit endi ma'nosi nima o'zbekchada? Xullas, unqualified bo'lasiz. Katta ehtimol bilan tushunmaysiz. Angliskiyni bilasiz, nima deyotganligimni. Unqualified bo'lsa, siz yozasiz, nimaga men unqualified bo'ldim, baholarim uchunmi yoki dokumentimda qanaqadir kamchilik bo'ldimi deb yozasiz. Agar kamchilik bo'ladigan bo'lsa, o'shani to'ldirsangiz, u statusingiz sizni o'zgaradi, qualified bo'lishi mumkin. Tushunasizmi? O'shaning uchun o'sha narsalarga e'tibor berish kerak bo'ladi. O'zi bu aytganimdek, bu unaqa murakkab, complicated narsa emas. Faqat hamma narsani joy-joyida qilishingiz kerak bo'ladi. Mana shu Polsha universitetlariga o'qishga topshirish uchun kerakli bo'ladigan hujjatlar ro'yxatida mana shu narsalarni qilsangiz, agar bu yerda kamchilik bo'ladigan bo'lsa, shu haqida aytganimdek, xuddi shu mavzuda YouTube'da ham video olganman. O'sha videoyimni ham ko'rishingizni maslahat beraman, agar tushunmaydigan bo'lsangiz. Chunki u videoda ozgina joy qolib ketgan bo'lishi mumkin yoki bu videoda aytgan joylarim bo'lmasligi mumkin. Tushunasizmi? Ikkalasini ham ko'rsangiz, hech qancha u necha 18 minut, 15 minut vaqtingiz ketadi, zato murakkab qilib zo'r qilib olasiz. Men sizga maslahat bergan bo'lardim. Har bitta modulda o'zingiz daftarchaga ham yoki qanaqadir not qilib yozib olishingizni. Birinchi moduldan nima o'rgandingiz, key pointlarni yozib olasiz. Mana shunaqa narsalarni qilaman. Misol uchun ikkinchi modul Polsha universitetlariga o'qishga topshirish uchun kerak bo'ladigan hujjatlar, to'g'rimi? Misol uchun pasport 3,5 ga 4,5 rasm, attestat diplomi anaqasi, transkripti, baholari, mana shunaqa qilib o'ziga not qilib olsangiz, o'ziga yaxshi. Chunki yozilgan narsa juda ham zo'r. Yozmasangiz esingizdan chiqib ketadi ko'p narsa. O'shaning uchun yozishda gap ko'p. Yozsangiz vasha zo'r.
Yana nima? Faqat mana shular edi. Umid qilamanki tushunarliroq bo'ldi. Agar tushunmaydigan bo'lsa, savollaringizni berishingiz mumkin. Mana shu gruppaga tashlashingiz mumkin. Unda qayerda nima qilish kerakligini bilmaydigan bo'lsangiz, men o'zim tushuntirib, yo'l-yo'riq ko'rsatib boraman. Ba'zi universitetlar CV so'raydi, rezyume so'raydi. Rezyume ham aytganimdek judayam kamdan kam 100% bo'ladigan bo'lsangiz, 99% paytda sizdan so'ramaydi. Chunki siz bakalavr ketyapsiz. Agar bakalavr ketadigan bo'lsangiz, maktabda o'qigandan keyin sizda hech qanaqa tajriba bo'lmaydi. Tajriba bo'lsa ham ofitsiant bo'lasiz yoki parkda ishlaysiz menga o'xshab, yoki bilmadim to'yxonaga chiqasiz ofitsiantlikka o'tgan, yoki bilmadim bulchka sotasiz, bozorda sumka sotasiz, mana shunaqa biznesda qilasiz yoki mahalladagi bolalarga angliskiy o'rgatasiz menga o'xshab. Unaqa katta experience emas. U narsalar bakalavr uchun so'ralmaydi. Agar siz magistraturaga ketadigan bo'lsangiz, to'g'ri so'ralishi mumkin. Magistraturaga ham katta ehtimol bilan ko'p jarayonlarda so'ralmaydi. Magistratura bilan bakalavrga topshirishdagi o'rtadagi farq почти bir xil. Unaqa katta narsa so'ralmaydi. Maktab bitirgan bo'lsangiz attestatsiya so'raladi. Anaqani bitirgan bo'lsangiz, universitet yoki litsey bitirgan bo'lsangiz, diplomingiz so'raladi. Farq mana shunda xolos. Faqat mana shular edi bu modul uchun. Aytganimdek, foydali uchun tushuntirib berishga harakat qildim. Tushunarli bo'lgan degan umiddaman. Aytganimdek, savollar bo'lsa menga gruppaga yozishingiz mumkin. Yana bu modulda ham o'zimni gaplarim bilan tugataman. Qilishingiz kerak bo'lgan ishni qilgingiz kelmayotgan paytda qiling. Oddiy tuyuladi, lekin ko'p narsani o'zgartiradi. Keyingi modul, 3-modul, adashmasam Nava Recognition yoki Apostlemikan. Yoki Apostle yoki Nava Recognition. Hozir anig'ini eslolmayapman. Keyingi modul Apostle. Точно Apostle. Keyingi modul Apostle. Apostle haqida bo'ladi. Apostle qanaqa qilinadi, qayerga borib qildirish kerak va nima uchun kerakligini keyingi modulda tushuntirib beraman. Charchamang.